sharoit yaratib, investorni O'zbekistonda siz deb aytishga tayyormiz. O'zbekistonda investorlarni siz deyishga tayyormiz. Toshkent Xalqaro investitsiya forumining tantanali ochilish qismida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev aynan shu jumlalar bilan o'z nutqini boshladi. Ta'kidlab o'tish kerakki, ikkinchi ma'muriyat davrida bu yil 5-marta o'tkazilayotgan ushbu xalqaro forum O'zbekistonni dunyoga reklama qiluvchi xalqaro maydonga aylanmoqda. Ochilish qismida nafaqat prezident Shavkat Mirziyoyev, balki Albaniya prezidenti, qo'shni davlatlar, Tojikiston, Qozog'iston bosh vazirlari, Rossiya bosh vaziri, Qirg'iziston prezident administratsiyasi rahbarlari ham so'zga chiqishdi va ularning har biri bugungi global transformatsion jarayonda investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish kerakligini gapirdi. Forumda bu yili 4000 dan ortiq delegatlar qatnashmoqda. Prezidentga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonga 150 milliard dollardan ortiq investitsiyalar jalb qilingan. Shundan 123 milliardi oxirgi 5 yilga to'g'ri kelmoqda. Biz O'zbekiston bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor bo'lgan teng huquqli va o'zaro foydali sheriklikka tayyor investorlar uchun doimo ochiqmiz. Yana bir marta mana shuni alohida aytmoqchiman. Butun harakatlarimiz, butun intilishlarimiz investorga sharoit yaratib, investorni O'zbekistonda siz deb aytishga tayyormiz. Yalpi sessiyada shuningdek forum uchun kelgan xorijiy davlat prezident va hukumat rahbarlari ham chiqish qildi. Masalan, so'zga chiqqan Albaniya prezidenti O'zbekistondan ko'proq turistlarni davlatiga taklif etdi. Shu nuqtai nazardan qaraganda Albaniya va O'zbekiston geografiya ko'rsatgandan ko'ra ko'proq umumiy jihatlarga ega. Ikkala mamlakat ham o'zaro bog'liqlikni rivojlantirishga sarmoya kiritmoqda. Rossiya O'zbekiston iqtisodiyotiga eng yirik sarmoyadorlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatda 3000 dan ortiq Rossiya kapitali ishtirokidagi korxonalar faoliyat yuritmoqda. Belarus bilan xizmatlar ko'rsatish sohasida o'zaro savdo hajmi bo'yicha MDH davlatlari orasida 3-o'rinni egallaydi. Investitsiya forumi 2 kun davomida turli sessiyalarda ham davom etadi. Unda energetika sektori, siyosiy xatarlar va aralash moliyalashtirish, korporativ boshqaruvning kelajagi, mas'uliyatli biznes yuritish, islomiy moliya va huquq bozorlari, maxsus iqtisodiy zonalar, suv, energiya, oziq-ovqat zanjirlari, yengil sanoat loyihalari, elektrotexnika va mashinasozlik, iqlimga mos agroplatforma va boshqa mavzular muhokamadan o'tadi.